Braziliyalik yozuvchi Joze Mauro de Vasconcelos tomonidan yozilgan Azizim Portaxol asarini yozuvchining eng yaxshi asarlaridan desak adashmaymiz. Fransuz, ispan, o'zbek va boshqa ko'plab tillarga tarjima qilingan bolalar va kattalar uchun ham ma'noli va foydali bo'lgan bu asarda 5 yoshli Zeze ismli bola hayoti aks etgan. Zeze qashshoq oilada yashaydi. Uning oilaviy sharoiti og'ir bo'ladi. Zeze bolaligida oddiygina o'yin-kulgu bilan cheklanib qolmaydi. U tasavvur kuchiga ega, o'z ichki dunyosi bilan yashaydi. Portaxol daraxti Zeze uchun orzu, umid va sirli do'stga aylanadi. U daraxt bilan gaplasha boshlaydi, uni tushunadigan narsa sifatida oladi. Asarda farzandlar bilan munosabatlardagi xatolar ham ko'tariladi. Zeze qiyinchiliklar, ba'zan og'ir xavf-xatarlar bilan yuzma-yuz bo'ladi. Uning ruhiy dunyosi, og'riqlari, mehrga bo'lgan ishtiyoqi tasvirlangan. Kitob oxirida o'quvchini Zezening dunyosi orqali o'z oilaviy munosabatlari, mehr-muhabbat, bolaga bo'lgan munosabat yaroqliligi haqida o'ylashga chaqiradi. Bu asarni nima uchun o'qish kerak? Bolalik, ota-ona, oila, tarbiya kabi muhim mavzularni juda sodda, tushunarli va ta'sirchan tarzda ochib beradi. Kattalar uchun esa bolalar bilan munosabat, mehr, e'tibor haqida fikr olib keladi.